Okey. Demek ki boshladik. Как? Hammaga xayrli kech va bugun 20-iyulda. И yangi periodimga xush keldim deb aytaman o'zimga o'zim. Chunki yangi period boshlandi. Bu to'g'rirog'i ikkinchi periodimni что продолжение, что davomi desak ham bo'ladi. Demak, bugungi mavzumiz odamlar bizni haqimizda nima deb o'ylash. И o'zimizni собственный fikrimiz o'zimiz haqimizdagi. Men o'zimni misol keltirib aytaman. Oldinlari man o'zimni figuram unaqa zo'r deb o'ylamasdim. И вообще так rasvo deb o'ylardim. И juda ham to'g'risi uyalardim va o'shani hisobiga man ko'pincha uzun ko'ylak kiyardim. Buni mani oldin taniganlar va oldin ko'rganlar eslasa kerak. Va mani atrofimdagi dugonalar, mani o'rtoqlarim, mani taniydigan qizlar ular bilan birga boshqa shoppingga borganimizda kiyib ko'rganimdan keyin mani telam bo'yicha, mani badanim bo'yicha menga kompliment qilishardi. Но, к сожалению, bu fikr men haqimda unaqa o'zimga ta'sir ko'rsatmagan. Ya'ni qanisiga? Baribir ham men davom etganman, что только uzun ko'ylak kiyishga. Еще qaysidir periodlar bo'lgan, menga sabablar bo'lgan, что o'zgarishimga. Va bu periodlarni to'g'risini aytadigan bo'lsam, eslolmayman. Bu yerda men aytmoqchi bo'lgan narsa, yana bir narsa bor. Misol keltiradigan bo'lsam, mani mishleniyam, dunyoqarashim bo'yicha ko'pchilik aytadi, что sen 21 yoshdan oshgan odamga o'xshab gapirasan, ну как типа sen men bilan gaplashgandan keyin sen tashqi ko'rinishing kichkina ko'ringan taqdirda ham seni fikrlashing bilan men senga где-то 27-28 yosh beraman deb aytishadi. Но оказывается, mani yoshim 21da. И ular aytishadi ba'zida, что shoshilma, hammasi oldinda, и так далее, san hali kech qolmading hech narsaga, и boshqa narsalar, успокойся-da, вот. Но lekin mani fikrim o'zim haqimda вообще boshqacha. Men как типа nimadirlargadir kech qolman, что o'zimni qaysidir odamlar bilan ba'zida taqqoslayman. No, hammamizda bo'ladi. Bu sog'lom raqobat degan bo'ladi-yu, no lekin ular bilan men raqobatlashmayman. Mavzumiz shunaqa. Ya'ni siz o'zingiz haqingizda nimadir deb o'ylaysiz va buni o'zgartirish to'g'risi biroz juda ham qiyin bo'ladi deb aytsak ham bo'ladi. Chunki yillar davomida mani figuramni mani telamga kompliment qilishlardan qat'iy nazar, men все равно o'sha kiyimda qoldim. И hozir aytayotgan shuncha komplimentlarga qaramasdan men еще o'sha tempda harakat qilyapman. Ну, это же хорошо или это же вообще ненормально? To'g'risi men juda ham buni hali осознать qilganim yo'q. Men buni o'rganib olganim yo'q. Просто o'zgartirishimiz qiyin. Biz o'zimizni nima haqida fikrlayotganimizni, o'zimiz nima haqida o'ylashimizni, ya'ni o'zimizni o'zgartirish qaysidir taraflama qiyin bo'lishi mumkin. Lekin imkonsizmi? No, albatta yo'q. Biz o'zimizni o'zgartira olamiz. Вообще так o'zimizni qayta qursak ham bo'ladi. Mening fikrimcha bu juda ham ajoyib imkoniyat. Chunki hayotingiz bu ikkita qo'lingiz orasida. Va siz xohlagancha hayotingizni boshdan oyoqdan bosh qilib yasashingiz mumkin. Как это nелегко, да, вот. Bu oson emas, lekin buni imkonsiz ham deb bo'lmaydi. O'shaning uchun shunaqa. Lekin aslida biz o'zgartirishimiz kerak bu narsalarni. Вот, например, men yana hozirgi tempimdan ko'ra sekinroq tempda ketishim kerakmi? Savol, albatta yo'q. Agar menga bu yoqayotgan bo'lsa. Agar bizga bu zarar keltirmayotgan bo'lsa, naborot o'stirayotgan bo'lsa, biz buni o'zgartirishimiz shart emas deb o'ylayman. Da, vaqti keladi, biz hammamiz o'zgaramiz. Qaysidir periodda ba'zilar ertaroq o'zgaradi, ba'zilar kechroq o'zgaradi, ba'zilar вообще qotib qolishi mumkin. Lekin bitta narsa bor. Biz bu hayotda tanlashimizdan oldin bizga ssenariy ko'rsatishgan. Sen shunaqa hayotda yashaysan, shunaqa vaziyatlar boshingdan o'tadi. Sen shu odamlar bilan yashaysan, shu odamlar bilan tanishasan. Shunaqa sani hayot yo'ling, mana sen ssenariyda, и все. И biza shu ssenariyni o'qib rozi bo'lib kelganmiz bu dunyoga. Ну, конечно, buni biza miyamizdan udalib tashlashgan. Chunki agar biz hamma ssenariyni biladigan bo'lsak, no это как это hozir mana shu qiyin depressiyadan chiqib ketish, mani hayotim прям четко bo'lib ketadi-da, и maza qilib yashab turgan vaqtingiz, прям hamma narsa komfort, vau,
Но lekin, знаете, aytadi, 2 haftadan keyin mani hayotim вообще butunlay o'zgaradi. Нет, bu qanaqadir anavi oniy quvonch hissi, oniy qanday desam, siqilish hissi bo'ladi, oniy depressiyada вот oniy degani bir vaqt o'zida o'tib ketadiganini aytmayapman. Ya'ni o'sha jarayonni komplekt qilib aytadigan bo'lsak, qaysidir ma'lum jarayonni biza yashashimizga bermasdi bu aqlimiz. Chunki biza bilamiz, что 2 haftadan keyin biza hayotimiz o'zgarishi mumkin. Или 1 haftadan keyin biz вообще boshqa joyda bo'lishimiz mumkin. Chunki biz buni hammasini bilamiz. O'shaning uchun demak rozi bo'lib kelgan ekanmiz, biza bemalol hayotimizni qilib yashashimiz mumkin. Lekin ssenariyni o'zgartirish imkoni bor deb o'ylayman. Da, biz bu hayotga keldik, okey, oddiy inson bo'ldik. Oddiy inson bo'lib tug'ildik-da, вот. No, lekin oddiy hayot yashayapmiz, например. Bizada hali qanaqadir luxury, oddiy hayot deb, ну, прям ishingiz bor, o'qishingiz bor, o'zizga yarasha pulingiz bor, и o'zizga yarasha что yashayapsiz degan narsani men bu oddiy hayot deyman. Потому что bizada прям luxury villalar, mashinalar или вообще только hamma narsamiz, то есть mana hozir hamma narsam прям не вообще так brendовый emas. Не brendовый. Man sotib olishim mumkin ba'zida что qaysidir narsalarni prям original brendidan. No, bu odatda 50-50 bo'ladi. Chunki mani hozir prям fokusim prям o'qishimga qaratilgan. Universitet, psixologiya и еще пока что angliskiy и blogging. Ну, blogging unaqa ko'p o'qimayapman. Chunki hali master topmadim. Потихоньку o'zim nimadirlar qilishga harakat qilaman. O'shaning uchun может sekinroq bo'layotgandir bu yo'nalish. Может balki вообще kerak emasdir. Balki man o'zim shunchaki ko'proq harakat qilishim kerakdir. Buni to'g'risini man bilmayman. Lekin shunchaki hozircha shunchaki bu yo'nalishda shunchaki harakat qilaman. Ну, demak, ya'ni bu mavzuning главный mavzusi hayotimizda va biz o'zimizga nima haqida deb o'ylashimiz va kimdir biz haqimizda nima deb o'ylashi. Va biz bu hamma jarayon bizga to'g'ri kelyaptimi, yo'qmi? Shuni o'ylashimiz kerak. Да, masalan, manda hozir birinchisida что negativ bo'lyapti men uchun. Как negativ? Что mani ketish tezligimmi, yurish tezligimmi что kamaytirishmoqchidek tuyuladi ba'zida menga. Да. San tezroq, san shunaqa qilsan, san shu yoshingda shu yerdasan, shu yerdasan, o'zingni plosin, tudun, короче, так далее, да, вот. Но bu menga может qanaqadir ravishda motivatsiya berishi mumkin. Lekin qaysidir taraflama mani просто taltaytirib yuborishi mumkin-da, qo'pol qilib aytganda. Ну да, shunaqa. Men bu narsalarni kamroq eshitishim kerak, или shunchaki mani orqaga tortadigan deb hisoblayman, конечно, buni. Bunaqa odamlar bilan kamroq gaplashishim kerak deb o'ylayman. Почему? Chunki просто man еще дальше oldinga ketmoqchiman. Mani orqamdan yordam beradigan odamlar kerak. Bo'sh edi. Yo, san shu yerda tur, sanga hali erta, qanaqadir mani qaysidir vaqtga kopech qilib qo'yadigan odamlarni to'g'risi men xohlamayman. No, man hozirgi darajamga keldim, qanchadir vaqt sarflab nimadirlar o'rganib, shu darajaga keldim. Mishleniya hozir shu darajada. Men bu darajada qolmoqchimanmi? Yo'q. Mani вообще katta planlarim bor. Но, к сожалению, что mani atrofimda прям unaqa vau darajada aqlli odamlar yo'q. Прям, к сожалению. Но еще man прям не ekstravert. O'shani hisobiga ham может bo'lishi mumkin. Chunki menga qolsa maksimal darajada vaqtimni o'zimga sarflayman. Ну, o'zi вообще так vaqtim yo'q desam ham bo'ladi, bo'sh vaqtim. Если agar o'sha bo'sh vaqt ichida man qanaqadir insonlar bilan aylanishga chiqish, ovqatlanishga borish, yoki kim bilandir telefonda gaplashishga vaqtim bo'layotgan bo'lsa, kimgadir yozayotgan bo'lsam, demak, bu realniy inson men uchun real qadrli. Ну и так далее. Shunaqa. Ikkinchi misol, birinchi misolga keladigan bo'lsak, ikkinchi misol deb adashtirdim. Ya'ni вообще hozir bu ikkinchi misol, lekin bir aytib bergan birinchi misolim. Ну, короче, u vaqtda mani o'zimga nisbatan ishonchim kam edi va atrofimdagi odamlar mani ishonchimni ko'tarishga harakat qiladi, что o'zimga nisbatan ishonchi. Yo, senga прям идеально ko'ylaklar turyapti, san bemalol kiyolmaysan, san qomating, что фигурang, короче, телang, все нормально, окей. Но для меня нет. Вот, да? И men bu yerda nima qilishim kerak? U odamlarni eshitishim kerak. Просто biz analiz qilishni o'rganishimiz kerak, что biz qabul qilayotgan informatsiyani miyamizga qabul qilishni o'rganishimiz kerak. Ну, это для нас вообще. Biz uchun bu yaxshi narsami или yomon narsami вообще?
Bizga qaysi tarafdan foyda olib kelyapti? И именно eshitinglar, iltimos etib, bu informatsiyani, bu ma'lumotni sizga kim aytyapti? Вот. Eng главныйsi. Просто так siz o'rtog'ingiz. Okey, qizlar dugonanglar, или bolalar o'rtog'inglarda, вот. Ну, kim aytyapti sizga bu gapni вообще? Может, aytayotgan bo'lishi mumkindir. Прям o'rtog'ingiz, masalan, qizlar четкий makiyaj qiladida, o'rtog'inglar вообще прям красава, красиво, да, вот этот реально zo'r master. Может, не мастер, это yillardir makiyaj qilyapti. И sizga aytyapti, что эта tonalka sani teningga tushmayapti. Ну, o'zgartir. A siz bu tonalini уже yarim yildan beri ishlatib kelyapsiz. A может, bu sizga aytolmasdan endi aytgandir. Ну, okey, buni qabul qilish kerak. O'ylash kerak, что этот если aytmoqchi bo'lganim, если agar u odamni opiti bo'lmasa, o'sha tema bo'yicha, iltimos u odamni umuman eshitmanglar, borib turib maslahat ham so'ramanglar, реально. Chunki sizni ko'taraman degan o'ziga nisbatan ishonchingizni прям yerga tiqorishi, bu turgan gap. Реально. O'shaning uchun men odatda ko'pincha odamlar bilan gaplashmayman. Еще o'zimni tengim bilan или вообще так hech qanaqa образованиесі bo'lmagan o'zimdan kattalar bilan. Ну, реально. Если agar o'sha universitetga образование, да, okey, u главный, u kerak, men kerak deb hisoblayman. Ну, okey. Если men aytmoqchi bo'lganim, u universitetda o'qimagan bo'lsa ham, qandaydir master bo'lsa, ну, okey, men buni qabul qilaman, maslahatini qabul qilaman. Если просто так shunchaki qanaqadir oddiy ishda ishlayotgan va men uni hayotida yashashni xohlamasam, u odamdan maslahat so'ramayman. Ну, shunaqa. Если u реально master bo'lishi kerak, или men xohlayotgan hayotda yashayotgan bo'lishi kerak. Boshqa yo'li yo'q. Ну, shunaqa. Просто qabul qilishimizni, nima qabul qilayotganimizni, nima ko'rayotganimizni, nima eshitayotganimizni analiz qilishimiz kerak. Chunki yeyotgan, iste'mol qilayotgan narsamiz bizani shakllantiradi. Bu nafaqat yeyotgan narsamiz, ichayotgan narsamiz, ko'rayotgan narsamiz, o'qiyotgan narsamiz, gaplashayotgan odamlarimiz, yashayotgan muhitimiz. Может, siz yashayotgan muhitingiz unaqa zo'r, men muhiti sharoiti bo'yicha gaplashmayman, komfort bo'yicha emas. No, atrofingizdagi odamlar, окружениyaning muhitini aytyapman. Ishlayotgan odamlaringiz qanaqa odamlar? Ular bilan nima haqida gaplashyapsiz? Ular bilan qatlarga boryapsiz, nimalar qilyapsiz, qanaqa ovqatlar tanlayapsiz? Если aytishadi, что 5 ta milliarder bilan yursang, 6 milliarder sen bo'lasan. Почему? Chunki ular sizga qilayotgan harakati bilan nimadir o'rgatadi-da. И menga прям atrofimda topolmayotgan odamlarim, shunaqa odamlar boru, menga harakatlari bilan nimadirlar o'rgatadigan. Ну, menda o'tmishimda bo'lganmi-da, o'tmishimda прям четко odamlar bo'lgan. Men ularni просто menga o'rgatgan narsalarini hisobga olib turib, прям четко deyapman. Если ular может xarakter jihati yomon bo'lishi mumkin. Ну, всем привет bu yerdan, mani o'tmishimdan. Ну, короче, harakati bilan nimadir o'rgatadi. Прям аккуратно dugonangiz вот этот. Если siz palapartishrok bo'lsangiz, qanaqadir narsalarni qo'yayotgani, pullarni taxlab qo'yayotgani g'ashurakka, oyoq kiyimini yechganda qo'yayotgan положенияsi, вот o'tirayotgan, turayotgani, короче, qizlar biz hamma narsani shunaqa dugonalarimiz o'rganamiz. Ular ham kimdandir, может, opachasidan o'rgangan bo'lishi mumkin. Ну и так далее. Bolalarda тоже может bo'lishi mumkin. Что оно такое, bo'ladi-yu, stilyagalar. Как modellarga o'xshab turib, прям kiyim dazmollamasa kiymaydigan, еще такие люди есть, вот, которые o'shanaqa odamlar bizga qanaqadir jihatda o'rgatadi. Ну, может, kimlargadir yoqmasligi mumkin bu narsa, но menga прям нравятся такие люди. Ну, короче, shunaqa. Nima qabul qilyapmiz, nima ko'ryapmiz, nima yeyapmiz, kim bilan gaplashyapmiz, qaysi mavzuda gaplashyapmiz, qayerga boryapmiz. Hammasini может analiz qilishimiz kerakdir. Chunki ular постепенно bizga ta'sir qiladi. Это реально. Qozonga yursang qorasi yoqadi deganday, yaxshiga yursak yaxshilik yoqadi. O'zimizga. Главный mana shu analiz qilishimiz kerak. Если bizga это совпадает, to'g'ri kelayotgan bo'lsa bu narsa, ну okey, это без проблем. Если to'g'ri kelmayotgan bo'lsa, вот problem. Biz buni o'zgartirishimiz kerak. Chunki biz bo'lmoqchi bo'lgan odam shunaqa ishlar qilmasdi. Не еще классный вопрос, вот, например. Siz bo'lmoqchi bo'lgan odamingiz, xayolingizdagi o'zingizdagi будущая versiyasida u qanaqa? Qaysi stilda kiyinyapti, qanaqa odamlar bilan gaplashyapti, qayerlarga boryapti, nimalar yeyapti, и так далее, и так далее, да, вот. Прям hammasini qilishi shart emas. Просто kelayotgan, sizga duch kelgan vaziyatlardan qaror qabul qilayotgan vaziyatingizni o'ylang. Если mana shu vaziyat, mana shu situatsiyada вот bo'lganda
Lekin mani будущий versiyam o'ylaganda shuni nima qilardi, qanday kiyinardi, qanday vaziyatdan chiqardi, nima yer deb o'tadi. Siz boryapsizda, ну, как типа fast foodga bordinglar. Lekin siz прям hozir body bilan ishlayapsiz, badaningiz bilan ishlayapsiz. Lekin siz o'rtoqlaringiz bilan qolib ketmoqchi emassiz. Ya'ni qanaqa muloqotdan qolib ketmoqchi emassiz. Boryapsiz, nima tanlaysiz? O'shani o'ylashingiz mumkin, если этот, ну, окей, этот mani будущее versiyam что, этот nima yegan bo'lardi shu vaziyatda. Может, какой-нибудь салатик, а может-нибудь этот бургер, только этот нормальный рогош bilan. Или touli. Это тоже протеин вообще-то так. Ну, такие. Shunaqa qiyin vaziyatlarga, вообще-то любой vaziyatda, qiyin, oson vaziyatlarda bizani будущий versiyamiz nima deb o'ylardi, qanday hal qilardi, nima qilardi. Короче, buni haqida o'ylash. Manimcha, bu juda ham yordam beradi, chunki men ko'pincha shunaqa qilaman. Yo'li yarmidamanmi? Manimcha, yarmidan ko'prog'idaman. Да, примерно 80%, еще 20% yo'l qo'ygan. Umid qilaman, что bu videoni yana qaytadan отметка qilib, men прям o'zimni будущий versiyamda yashayapman deb aytish nasib qilsin. Например, qachon, может, 1 yildan keyin. Ну да. Men aytmoqchi bo'lgan gaplar hammasi shu edi. Ну, всем пока.